Avvalambor assalomu alaykum. China Motors Buxoro YouTube kanali kuzatuvchilari. Hozir sizlarga obzorimizda Jack X200 ning furgonli varianti bo'ladi. Bu mashinamizni xarakteristikasini bilganimizcha sizlarga tushuntirib berishga harakat qilamiz. Bu mashinamizni orqa balonlari 13-razmerda qo'sh balon hisoblanadi. Orqa tomoni resor bo'ladi, oldi tomoni amortizator bo'ladi. Oldi baloni esa 15-razmerda bo'ladi. Jack X200 ning furgonli variantini bortini uzunligi 310 sm ga 1.75, balandligi ham 1.75 bo'ladi. Eshiklari ikki tomonda, ham orqa tomonda, ham yonbosh tomonda. Hozir sizlarga yonbosh tomondagi eshigini ko'rsatib beraman. Mana ichini ham ko'rsatishingiz mumkin. Bemalol juda ham keng. Narigi tomondagi eshiklarni ham ochsak bo'ladi. Ichkarida yoritish tizimi qo'yib qo'yilgan. Bortimizni balandligi ham 1.75. Kubga hisoblasa 908 kuba yuk bemalol bu mashinamizga sig'adi. Korobkali yuklar bo'ladi. Kubga hisoblanadigan xuddi shunaqa yuklar bemalol sig'adi. Hozir endi orqa tomondagi eshigini ochilishini sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana ko'rishingiz mumkin qanday chiroyli va akkuratli qilib qo'yilgan. Bu alikafonlarimizni ham qalinligi 5 sm hisoblanadi. Bu mashinamizni to'liq tan narxini ham aytib o'taman sizlarga. To'liq tan narxi 275 million 520 ming so'm bo'ladi. Bu mashinamizni avtokredit, rassrochka, halol nasiya asosida China Motors Buxorodan xarid qilib olsanglar bo'ladi. Agar shu mashina haqida yanada to'liqroq, yanada batafsilroq ma'lumotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, bemalol o'zingizlarni qiziqtirgan savollarga javob olishinglar mumkin. Rassrochka haqida aytib o'taman. Rassrochka menimcha juda ham ko'p odamga qiziq. Bu mashinamizni, ya'ni 275 millionda 50% yarim narxini to'lab, qolganini 13 oyga, ya'ni 1 yil 1 oyga bo'lib to'lashga hech qanaqa foizlarsiz China Motors Buxorodan xarid qilib olsanglar bo'ladi. Mashinamizni bahaybatligini qaranglar. Bu mashinamiz yuk ko'tarishini aytmadim menimcha. Bu mashinamiz 2 tonnadan 3 tonnagacha bo'lgan yuklarni o'zini bag'riga sig'dira oladi. Bemalol uzoq bo'lgan yo'llarga ham haydasanglar bo'ladi. Chunki bu mashinamizning motori 2 lik atmosferniy bo'ladi. 147 ta ot kuchi bo'ladi. Shu mashina haqida bundan-da to'liqroq ma'lumotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar. Bemalol har doim bu raqamlarga javob berishadi. Mabodo ko'tarmay qoladigan bo'lsa ham sirazi qaytib chiqishadi. Endi bu mashinamizning ichki saloni haqida sizlar bilan gaplashamiz. Bu mashinamizning ichki salonida bizni nimalar kutib oladi? Kalitini olay hozir. Mana kaliti. Mashinamizning kalitlari haqida ham alohida to'xtalib o'tamiz. Ikkita bo'ladi. Masofadan qulflanib ochiladigan bo'ladi. Bemalol mashinadan tushib, spesialniy qulflab o'tirishingiz shart emas yoki kaliti tiqib, bunaqasiga burab qulflab o'tirishingiz shart emas. Bitta qulflaydiganni bosib yoki bitta ochadiganni bosib bemalol qulflab ochib ketsangiz bo'ladi. Bu mashinamizning ichki salonida bizni nimalar kutib oladi? Bu konditsionerlarni ko'rishingiz mumkin, ishlab turibdi. Vobshe Arktikani sovuqligini berib turibdi, sovqatib qolasiz. -50 deb lopini bermayman, juda ham salqin qiladi. Siz bemalol salqinlab ketasiz. Endi ja vahimali emas. Xudo xolasa, mana rullariga keladigan bo'lsa, gidravlika rul bo'ladi. Bitta qo'l bilan ham bemalol boshqarsangiz bo'ladi. Hattoki bitta barmoqcha bilan ham boshqarsangiz bo'ladi. Gidravlika rulda o'zi bo'ladi. Mashinamizda konditsionerlari bor, keyin magnitofonlari bor. Bemalol o'zingizni fleshkangizni, USB fleshkangizni qo'yib, o'zingizni yoqtirgan musiqalaringizdan rohat olib ketsangiz bo'ladi. Bu mashina sizga bilaman kerak. O'shaning uchun pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilsangiz, sizlarga bundan-da to'liqroq yoki shartnomasi uchunmi hammasi tayyor. Manzilimiz Buxoro shahrida, shundoqqina Navoiydan Buxoro shaharga kirib kelaverishda darvozaning yonida. China Motors Buxoro sizlar bilan. Pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar, o'zingizlarni qiziqtirgan hamma savolga javob olinglar.